Hozir qo'limda 30 ming dollar pul turibdi va mana shu ko'rayotgan masjidlar qurilganiga 135 yil bo'lgan. Bu pullar haqiqiy pullar emas, lekin buni haqiqatga aylantiradigan meni kuzatuvchilarim, ya'ni sizlar borsizlar. Bu atrofda yashayotgan mana aholini uyini qaranglar. Endi bular qancha daromad topadi deb o'ylaysizlar? Oddiy dehqon oyiga 500 ming yoki 1 million topadigan inson qanchadir qism daromadini ajratib mana shu masjid qurilishiga sarflayapti. Va bu yerdagi hamma xizmat qilayotgan ustalar shu qishloqni o'zidan hashar yo'li bilan qilishyapti. 5-6 ta tadbirkor bo'lganida-chi 5-10 mingdan tashlashib turib mana shu masjidni bitirib olishgan bo'lishardi. Lekin bu yerda unaqa aholi yo'q, unaqa aholi yashamaydi. Bo'lmasa 2 yildan bir bu masjid bitib ketgan bo'lardi. Bizda vaqt kam. O'sha bu yog'iga yomg'ir sezon, qor sezon boshlanyapti. Eski masjidda o'qishni qanaqa-yu, lekin bunaqa katta masjidda yaxshi sharoitlarda namoz o'qishni qanaqa. Bu masjidimiz hozir ko'ryapsizlar, masjid to'liq bitgandan keyin xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Har kuni 500 ta odam bu masjidga keladigan bo'lsa, 5 mahalda 2,5 ming odam bo'ladi. 10 kunda esa 25 ming odam bo'ladi. 1 yilda 250 ming odamning duosini olishga erishasiz. Allohning uyiga, yaxshilik yo'lida raqobat qilishga tayyormisizlar? Qani ko'ramiz. Kim ko'proq like bosadi? Kim ko'proq mana shu videoni tanishlarga, yaqinlarga jo'natadi va kim ko'proq ehson qiladi yaxshilik yo'lida? 30 ming dollar yig'sak, mana shu masjid, mana shu aholiga xizmat qilishga ishga tushadi. Bu videoni bor yo'g'i 3 kunga qo'yamiz. Juma kungacha qo'yiladi va juma kuni hisobot beramiz. Allohim mana shu kim mana shu yerga xizmat qilgan bo'lsa, ularning biriga 1000 bersin. Ularning shu mushkullarini oson qilsin. Bola chaqalari o'ssin, ularning bolalaridan qoriyalar chiqsin. Doim ishlaringizga omad, muvaffaqiyat bo'lsin. Allohu akbar.